Diqqat, srochniy xushxabar. Ushbu videoni Rossiyaning Moskva shahrida yurgan akalarimizga tezda yuborib qo'yamiz. Akaxonlar, xo'ja akalar, ish qidirib charchadinglarmi? Videoni oxirigacha ko'ringlar va albatta videoga bitta like bosib, videoni musofirda Moskvada yurgan do'stlarimizga tezda yuborib qo'yamiz. Tushunganingdek bizda ish bor, oyliga chista 1000, 1200, 1300 dollarda. Ya'niki bez объем ish bor, грузчик hamda upakovщик vakansiyasi. Moskvada metro Azyorniya, Ryabinova 45 ta. Ya'ni metro Azyorniya 4-vaqtdan chiqasiz, 610 avtobus bor edi, adashmasam, 4 avtonovkada yurib borsangiz, Ryabinova 45 yo'li bo'yidagi kattakon skavat. Mana video jarayonida ham ko'rib turibsizlar, aynan shu joy, shu odamlar bilan 2 yil oldin ham bu joyga borganimda, odamlar ishlayapti-da, o'sha aynan ko'rib borganman. Mana 2 yildan keyin ham yana odam so'rayapti. Bu degani ishonchli kompaniya, shaxsan o'zim borib ko'rganman. Pullariga aldamaydi. Har 15-chi, har 25-chisoda oylik расчет, ya'ni har 15 kunda oylik beradi. Yotoq joyi registratsiya mutlaqo kompaniya hisobidan bepul. Bu ishga kirish uchun sizda Moskva yoki oblast patenti bo'lishi shart. Boshqa dokument o'tmaydi, bez dokument umuman olmaydi. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonda telefon qilib o'tirmaylar aka. Iltimos qivordi. Ya'niki Zuhriddin iltimos, bizni to'g'ri tushunsin, faqat dokument borlar telefon qilsin dedi. Shuning uchun Moskva yoki oblast patenti ofitsialni ishlash uchun hamma dokument tayyor bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ish smenalik, smenaga yoziladi. Smenasi 3400 rubldan. 11 soat ish, 8 dan 8 gacha ish bo'ladi. 11 soat ish, 1 soat obed. Mana shunaqa ish uslovlari. Kimga agar mana shu ishimiz yoqqan bo'ladigan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga hoziroq aloqaga chiqib, o'z joyingizni band qiling. Bu ish faqat 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan xo'ja akalarimizga, ya'niki faqat erkaklarga. Inshaalloh ayollarga ham tez orada biz chiqarishda davom etamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib tursanglar, inshaalloh Xudo xolasa tez orada yangi bundan da zo'r ishlarni O'zbekistondan ham, Rossiyadan ham chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, videoga like bosishni unutmanglar.